davlat ishdan voz kechish tavakkal bo'lmagan, qo'rqmaganmisiz o'zi? Misol ko'pchilik risk qilishga qo'rqadi. Tayyor oylik kelib turgan joyi siz tashlab chiqib ketgansiz. Tushunishim bo'yicha. Shunaqami? Davlat ishidan ketib o'tgan paytimda menga aytishganda, xato qilsan, bir oydan keyin yalinib kelasan, qaytadan ishga olinglar deb. Ko'chada sanqishchiki, men oylikda kutib turganim yo'q deyishganda. Endi Allohga tavakkal dedim. Ketdim to'g'risi. Ota-onamga telefon qildim. "Baba, shu formani yecholman" dedim. Uyda ayolimga aytdim. Endi oldingi hafta stabilniy oyligim yo'q. Balki uyda go'sht olishga ham imkoniyatim bo'lmay qolar. Balki qotgan non yeyishga to'g'ri kelib qolar. Nima deysan shunga deb endi baribir oila asosiysi ko'nglingiz yoqadigan ishni qiling, qanasi ko'nikamiz deyishdi-da. Oilam birinchi o'rinda oilam to'g'ri tushundi men qarorimni. Men ko'chada hech qanaqa men kutib turgan katta bir zapas pulim yo'q edi, yo nimadir oborotim yo'q edi. Ishonganim mana shu joying platforma bu ham yarim yo'lda edi. Hali yuradim yo'qmi? Instagram sizga necha foyda keltiradi joymi? Rasxodlardan tashqari ish qilingan. Oldinlari qachon plastikning oyligim tushar ekan deb kutadigan summamni bir kunda topaman. Demak, oldin bir oy ishlagan kuningizga hozir bir kunda topasiz. Bir kunda. Avvalosi Allohga shukr. Bir tarafda rizq yopilsa, boshqa tarafda ochilar ekanda.